Toshkent shahar markazi Komolon mahallada bir sotuv yer narxi 34 mingdan sotuvga chiqyapti. Yana kelishtirib beriladigan joyi bor. Burchida joylashgan. Oldi fasadi 42 metr, yon fasadi 72 metr. Oyiga 3,5 ming, 4 ming arenda kelib turgan joyi bor ekan. Egalariga pul zarur bo'lgani uchun arzon narxlarda sotyaptilar. Yarim pulini berib, qolgan yarmini shu yoqqa uchastka kottejlar qurib, uy joy bilan ham qolganini kelishsanglar bo'ladi. Bo'lib berishga gaplashsanglar ham bo'lar ekan. Gaz, suv, svet, kommunikatsiyadan muammo yo'q. To'g'rimizda Drujba Narodov, yon tomonimizda Qoratosh. Mabodo shu yerimizga 7 etajli dom qurishga ruxsatnomalari ham bor ekan. Agar siz quruvchi bo'lsangiz, bu yerimiz aynan siz uchun. Shahar markazida o'zingizga ma'qul kelgan uchastka, yer, kottej, domlarni qurib olsangiz ham bo'lar ekan. Egalarining raqamini videoning ostiga yozib qo'yganmiz. Toshkent shahar Komolon mahalladagi shu yerimizni egalarini o'zlaridan xarid qilsangiz bo'ladi.